Yevropada Polestar bilan o'lchanadi mashinalarni urevini. Elektromobillarniki. Aka, quloqqa tepishga yomon ham usta bo'lib ketibdi. Boru Polestar mashinasi Yevropada eng zo'r mashinamish. Va Polestar mashinasiga qarab, qolgan mashinalar yaxshi yomonligi aniqlanar ekanmish. Да что ты, черт побери, такое несешь? Qattan oldingiz bu gapni. Polestar kompaniyasining mashinalari Yevropa bozorida umuman sotilmadi-ku. Yevropada 6 oy oldin prezentatsiya qilishdi. Mana biz Polestar, Volvo'ning sub brendi biz kelajak haqida o'ylaymiz. Shov-shuvlar bilan qiy-chuvlar qilib sotishdi mashinalarni, lekin hech kim olmadi. 6 oy oldin men o'zim YouTube sahifamda aytib o'tdim. Polestar kompaniyasi shunaqa finansiy muammolarga duch kelgan deb. Qattan oldingiz bu gaplarni meni oldimga raqamlar bilan keling. Siz aytgan hech qanaqa tirajlarga yaqin bormaganligini men isbotlab beraman, raqamlar bilan kelaman, raqamlar bilan gapiraman. U og'izga kelgan gaplarni gapirmang ijtimoiy tarmoqlarda.